Assalomu alaykum chiroyliklarim. Yana bugungi narsalarni obzor qilishni boshladik. Qani ketdik. Mana chiroyliklarim, qarib paketlarni olib oldim. Endi sizlarga ko'rsataman. Mana bu kurtka. Juda ham ajoyib. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Materiali yumshoq ekan. Kapshonlari bor. Juda ham ajoyib kurtka. Hozir yangi chiqibdi, buni o'zimga zakaz qildim. Boshqacha, materiali ham boshqacha, fasoni ham boshqacha. Mana ichlari bunaqa yaltiroq. Kimga agardir bundan kerak bo'lsa, aytsanglar, zakaz qilib beraman. Narsalarim bir haftada kelyapti, qizlarjonlar. Kepkasini hatto zontigi ham bor. Juda ham chiroyli turadi kiyganda. Ko'rsataman mana. Bu тапочка мужской va женский. Yumshoq, ajoyib materiali. Мужской. Bu esa xalat. Juda ham chiroyli turadi kiyganda. Yenglarim ham bunaqa turadi. Barqit xalat. Bunisi ham xalat. Ana, hozir buni ham sizlarga kiyib ko'rsataman. Bu atlasniy materiali. Mana. Patlar bilan uzun bo'yi juda ham uzun. Loy yurganda sudralib yuradi ortizda. Bu atlasniy materialda. Bu nima ekan? Shapka sharf ekan bu qizlarjonlar. Asalligini qaranglar. Mana. Shunaqa. O'zini o'tkazib oladigan joyi bor.
Bu highlighter. Mana 3 ta rangi bor va shotkasi. Hmm. 3 xil rangi bor. Bu esa sochni jingalak qiladigan, ya'ni qo'yasizda sochingizni bu uzun sochlarga, ya'ni men sochim uzun, shunaqa uzun sochlarga o'rab boshingizga bundoq o'rab, ya'ni rezinkalari bilan qadab uxlasangiz bo'ladi. Juda ham qulay, uxlaganda noqulaylik tug'dirmaydi. Yuvib olib turib prosta boylab qilib olsangiz ham bo'ladi. Har qanday holatda qilsangiz bo'ladi. Rezinkalari, zakolkalari bilan birga. Bunisi ham shunaqa narsa. Uchta bo'ladi. Mana boshi bundoq, ya'ni mana bu sochingiz oldini o'raysiz. Mana bu maytida naqasi bor. Ilgakchasiga bundoq tiqib olasiz. Shunda uxlaganingizda boshingizga botmasligi uchun xohlagan joyingizga, mana bu o'tlaringizga tiqib olsangiz bo'ladi. Bundoq sochingizni bundoq bu yoqdan yig'ishtirib kelasizda, mana buni qo'yib olsangiz, uxlasangiz bo'laveradi. Juda ham qulay. Buni rasmlarini ko'rsatib qo'ygan. Qanaqa qilishdi? Mana bu yoqga peshonaga, manbotga, ya'ni kunduzi orqaga, ya'ni uxlaganda boshingizga xalal bermasligi uchun, shuning uchun bu 3 ga bo'lingan. Mana bu hozirgi mana bu rezinka yupqarog'i bo'lsa, bu qalin. Shu qalinligini hisobidan bu 3 ga bo'lingan. Mana o'zini ilmakchasi bor. Bundoq ilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu esa o'zim juda ham tilla rangni yaxshi ko'raman. Shuning uchun endi raqsga boraman, bilasizlar. Shunga oyog'imga zakaz qilgan edim. O'zim razmerim. Mana yaltiroq, juda ham yaltiroq. Oldingi sal yomon bo'lib qoldi. Shunga endi o'rniga buni zakaz qildim. Men kutgan narsalarim. Bu 2026-yil uchun, ya'ni o'tgan yilgi boshi videolarim ko'rsanglar, 2025-yilnikini yashil daftarlarni zakaz qilgan edim. 1 yillik kundalik bu. Kundalik tutaman. Har yili yozib boraman. Bu yilni boshidan beri yozolmayotgandim, sababi kundaligim hali yetib kelmagan edi. Mana yetib keldi, chunki kechroq zakaz qilibman. Shu yilda zakaz qildim, shuning uchun bir haftada keldi. Mana qaranglar, tilla rang, ya'ni ot yili bo'lganligi uchun bu yil mana bu joylari ham tilla rang, mana ajoyib, qanaqa desam ekan, xuddi bir tillani ushlagandek bilasizlar, ya silliq, ajoyib. Mana ichini ochganingizda ichlari ham juda ham qulay bo'ladi. Har bir oy yozilgan bo'ladi. Mana yanvar deb yozilgan bo'ladi. Har belgilab bemalol massa qilib kundalikni tutishingiz bo'ladi. Bunaqa materiali ham koja, juda ham chiroyli. Mana qizilini ham ko'rsataman. Qaranglar, qanaqa chiroyli qizili ham. Shunaqa qizlajonlar. Shunaqa ajoyib narsalarimiz ketdi bu yil ot yiliga.
Endi mana buni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bilsanglar agar men kuxniyamda kafelimga yopishtirib qo'yaman har safar shu bitta qiz bilan yigitni ovqat qilayotganligini. Tez yomon bo'ladi, ya'ni artganimda rangi ketib qoladi. Shuning uchun tez shundan Xitoydan zakaz qilib turaman. Hozir buni olamiz. Shu ikkitani zakaz qilaman har safar. Bu ikki xil, ya'ni kafelga yopishtirishga. Mana bunisi kaltasi. Buni kesib kerakli joylariga yopishtirib chiqaman. O'zim yaxshi ko'raman. Bu kafelga yopishtirsangiz xuddi oynaday yopishadi. Mana bunisi. Mana buni har yil yopishtiraman. Men o'zi uyimga kirganlar hamma biladi. Yaqinda olib tashladim, sababi eskirib ketganligidan. Qaysidir videoimda, oldingi videoimda yopishtirganim ham bor. Qaysidir bitta videoimda buni yopishtirganim ham bor. Qiziqsanglar, shu videoimdan keyingi videoga shu videoni ulab qo'yaman. Ya'ni bundan keyingi o'tish videosiga buni ulab qo'yaman. Buni yopishtirgan videolarimni qiziqsanglar ko'rsanglar bo'ladi. Qizlarjonlar, bugungi narsalar shular. Yana yangi narsalar kelsa, sizlar bilan albatta yana bo'lishaman. Obuna bo'lib, like bossanglar, bundan juda ham xursand bo'laman. Vaqtinglarni ayamasdan ko'rganinglar uchun minnatdorman, tashakkurlar aytaman. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.